Chingiz Aytmatov 20-asr qirg'iz adabiyotining eng iste'dodli va jahonga tanilgan yirik namoyandalaridan biri. U 1928-yil 12-dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysidagi Shakar ovulida tug'ilgan. Bobosi Aytmat og'a ajoyib qobuschi, otasi To'raqul Aytmatov davlat va jamoat arbobi, onasi Naima opa o'qimishli oqila ayol edi. Chingiz dastlab rus maktabida, keyin qirg'iz maktabida o'qidi. Qishloq sho'rasida kotib, soliq yig'uvchi, brigada hisobchisi bo'lib ishladi. Chingiz Aytmatov bolaligidanoq badiiy adabiyotga ulkan mehr qo'ygan bo'lib, nasriy asarlar yaratish bilan astoydil shug'ullanadi. Chingiz Aytmatovning asarlari 80 dan ortiq xorijiy tillarga tarjima qilingan. Asarlari Yuzma-yuz, Sarvqomat Dilbarim, Somon yo'li, Momo yer, Alvido Gulsari, Oq kema, Jamila, Hoshim, Oq yomg'ir, Sepoyachi, Qiyomat, Birinchi muallim, Asrga tatigulik kun, Kassandra tamg'asi, Erta qaytgan turnalar va boshqalar. Birinchi muallim qissasi ilk bor 1961-yil qirg'iz tilida chop etilgan va bir necha tilga tarjima qilingan. Qissa dastlab xalq muallimi haqida ballada deb nomlangan. Birinchi muallim qissasi Qirg'izistonning olis qishloqlarida ta'lim-tarbiyaning rivojlanishi, ma'rifatparvar muallim Duishen va uning o'quvchisi Oltinoy Sulaymonovaning mashaqqatli taqdiri haqida hikoya qiladi. Asar fidoyilik, ustozga ehtirom va bilimning inson hayotidagi o'zgartiruvchi kuchini ulug'laydi. 1920-yillardagi qirg'iz qishlog'idagi madaniy inqilob, eski tuzumning qarshiligi va yangi maktabning o'rnatilishi haqida yozilgan. Muallim Duishen o'z ishiga sadoqatli, qishloq bolalarini savodli qilish uchun kurashuvchi shaxs. Oltinoy qiyinchiliklarga qaramay o'qib akademik darajasiga erishgan qiz edi. Chingiz Aytmatov Mustaqil O'zbekistonning do'stlik va buyuk xizmatlari uchun ordenlari bilan mukofotlangan. Qirg'iziston Respublikasida Chingiz Aytmatov nomidagi xalqaro oltin medal mukofoti ta'sis etilgan.